Yerga qolmadi lekin. Osmon juda yaqin. Boshim aylanib ketdi. Keyingi safar hiking helikopterim bilan chiqaman. Bulutlar ustida turibmiz hozir. 5 kishidik, bittamiz qaytib ketdi. Mana tepasiga chiqa olmadik. Yerdan olib yeyapmiz. Soat 1dan beri hiking qilamiz. Hozir 6 bo'ldi. 4 soat, 5 soat qildik. Hello. Ready. Короче, biz bugun hikingga chiqib ketyapmiz. Почти moslab chiqamayapti. Bu fizamda. Yellow mani eng favorite colorim, bunisi sisterlik. Shunga shunaqa setlarni tanladik. Sherilarimiz kelishdi. Aksa, Iqbal, sister, Masu. Hozir mashinada shu hikingga chiqadigan joygacha boramiz. Biz yo'lga chiqdik. Can you repeat? Меня зовут Акса. Как вы? Масума? Yeah. Как дела? Как дела? I learned from my friends. Отлично. Как у тебя? Yeah. And then, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо. Спасибо. I'm driving, I'm yapping. Hiking toqqa chiqib ketadigan joygacha 2 soatlik mashinada yo'lida 2 soatda yetib keldik hozir. Hozir birinchi hikingga chiqish uchun registratsiya qilar ekanmiz. Eng tepasi 3345 metrga chiqar ekanmiz. Peshkom. Soat necha bo'ldi? Soatimiz 11:48. Are you ready, guys? Yeah, we're ready. For running. Iqbal will run. Aksa will go hiking with us. Everyone is ready. Ayo. Ayo. Soat 1:30 bo'ldi. Hozir hikingga endi chiqib ketamiz. Hamma narsa tayyor. Hozir shu joygacha baykda keldik. Biz hozir baykda shu joygacha yetib keldik. This is Aksa. Hello. So, yes. Qolgan joyiga on foot ketamiz. Thank you. Qolgan joyda peshkom ketamiz. Xullas biz hozir tog' tepasida deya olmayman, tepasida emasmiz, hali endi boshlangan nuqtasidamiz. Shunda ham tog' turibdi katta ikkita. City lights. Hali lekin endi boshlaymiz hiking, hali boshlamagan joyimizda shuncha. Tepasiga chiqqanimizni bilmadim. 3345. Wow. Короче, pastdan kecha chiqdik-da, baykda chiqdik. Endi Indoneziyaga kelganimdan beri shuncha joyda aylanganmiz. Personally, meni pikka chiqqan bo'lgan, ichidagi child bo'ladi, ichidagi hamma narsa chiqadi. Prям og'zim ochilib qolgan joy mana shu bo'ldi. Просто roadda o'zi, tepada osmon mana shu tezda turibdi. Ivan, Hello. are you ready? Ready? You ready? Let's go. Ready. Are you ready? Ready. Ayo. These guys are definitely ready. Yeah. How many meters you passed? 400. 460. O'rmonning ichidamiz hozir. Mana shunaqa joylar. Mana fonarimni yoritar ekan. Hamma fonarda. O'rmonlar ichida. Hammamiz boshimiz, fonarimiz boshida. Di pos 2,5. Sebelah air ya? Ayo, ayo. Air kan yang mau masuk kan? Iya. Hozir
Damagan to'xtadik. O'rmon. 1 kilometr yurdik. Suv ichgani to'xtadik. How is it going? So far, so nice. So far, so nice. We got 30 minutes now. 30 minutes. Maybe. And almost 1 kilometer, right? Yeah. We still have 5 hours, by the way. No worries. How many hours? 5 hours. Hali yana 5 soat yurarkanmiz. Kalian beda terjelasan. Say go in Uzbek. Tik tik. Ketdik. Kitik. Ketdik. Kitik. Ketdik. Soat 3 ga yaqinlashib qoldi. Biz hali ham yo'lda davom etmoqdamiz. Punchak. Ayo. Yana damagan to'xtadik hozir. Soat necha, sister? 2:42 bo'ldi soat. How is it going? Tiring. Exciting. So far, Fun. so far so nice. 3,5 ming kilometrlik yo'lda 3dan 1ni o'tdik. Hotel. Yo'lda yo'qotib qo'ydingmi? So we don't know where to go? No, I just. We have a map. Where are we We are now? going to the second post. It means we already passed the first post. Really? Which is our. Birinchi ular so'z 4 ta anaqa bor ekan. Post deyishar ekan. Mana tip to'xtaydigan joymi, nima deydi, cho'qqimi? O'sha ikkinchisidan o'tdik. Uchinchisiga qarab ketyapmiz hozir. Pan. Qanaqa joyligini tasavvur ham qilolmaysizlar. O'rmonda ichida. Tog'lar orasida, tepasida, to есть o'rmon ichida. Hati. What's your battery? My battery. Oops. Maybe 99. 19. Really? 95. 95. What's your battery, Fadil? Huh? Berapa? Berapa battery? Berapa persen? 17. 70. What's your battery, sister? 90. She can lie. Oh my god. She can lie. Why? Really? Ivan, Yeah. 91. Masuk. battery? Yeah, 90. Battery. I Wow. made sure. 85. 85. Yeah. My battery is like 80. Enggak. Kalau dari Hop. potong jadi 4,8. Kita merams. Kamu dari mana? Buyim cho'g'lagan. Faqat dam olayotganimizni videoga olyapman chunki yurayotganda juda qiyin. O'zimizni eplaylikmi yoki nima? Telefon nima? Telefon nima? Tepada yulduzlarni ko'rsatib berganimda qaniydi? Iloji yo'q. Juda chiroyli yulduz. Soat 3dan 15 minut o'tdi. Enggak. Sama temanku dua. Soat 3:30 bo'ldi. Aman dia. Sekali ambil lah. Nggak kerasa kan? Kerasa sih. Apa nih? Napasmu? It's my turn to turn on my camera. 2-3 kilometre yürüdük. Where's the time? 3:30. 3:30 oldu. It's a running shoes actually. Yes. Why it's white? No. I'm sleepy. Don't sleep here. Ayo semangat. Tuh, semangat. Ketik. Tik. Ketik. Shunchaki vibe his qilyapmiz. Gapirgan gapim ham yo'q. Qushlar ovozi, azon ovozi ham kelyapti. Hamma joy qop-qorong'i, osmonda yulduzlar.
ikkinchi cho'qqa ketib keldik. Post 2. Indoneziyaga kelib birinchi marta sovuq joyda uchratdim. Birinchi marta sovuqqa tushim. Gradus 15 mi? 15 dan pastroq bo'lsa kerak. Birinchi marta sovuqqa tushim. Shu paytgacha issiq, hamma joy issiq edi. mati anjir. Birinchi marta shu joy sovuq. Yakin. Sumpah. Atmosferaga keladigan bo'lsa, nima tasvirlab berishni ham bilmayman. Haking haqiqiy. Soat 4 bo'lyapti. Hozir bitta bola orqaga qaytib ketmoqchi. Qiynalib, ikkinchi anaqaga kelganimizda qiynalib o'zi taslim bo'ldi. Bu bola orqaga tushib ketadi hozir. Charchabdi. Charchabdi, uyqum kelyapti dedi hozir. Snaklarini berib olyapti sheylar. Is it fish? Yes. Lele apa sih? Lele. 5 kishidik, bittamiz qaytib ketdi. 4 kishi qoldik. Orqada sestra aytayapti, paltoim kiyib kelgandim deb. Palto kiyib kelish kerak edi. O'zimizcha bularda sovug'i biz uchun sovuq emas, biz qishda o'rganganmiz deb yengil kiyinib keldik. Muzlab qoldik, muzlab. Bitta bola qaytib ketdi. Bitta o'zi hozir undan xavotir olyapti, chunki juda ham dangerous yo'l, xavfli. O'zi qaytib ketdi. Soat 4dan o'tdi. Berapa kilometer? 3-chi cho'qqiga qarab ketyapmiz hozir. 208 kilometr bor yana yo'l. This is the chicken steak. So you ate 2 chicken steak. Yeah, 2 chicken steak with rice, and there's a potato wedges there. And 2 more noodles with 2 eggs. Yeah. Sumpah. Satu tinggal dikit berarti. Ya nanti kalau mati ya habis ya tuh. Hemat aja hemat. Tapi ada flash HP kan? Ada. Soat 4:30 bo'ldi. Mani fonarim ishlamay qoldi, aytgancha boshimdagi. Zaryad tugadimi, nimadir bo'ldi. Bilmayman, bir nechta masjidlardan ovoz kelyapti. Juda ko'p tomondan. Oh, sorry Pak. Xullas, hozir mana u qanchalar yerga tushib ketdi. Aksa to'kib yubordi yerga. 4 ta tushib ketdi, 4 tani bittadan yerdan olib yeyapmiz hozir. Hammamiz bittadan. O'lmasak kerak endi. Yerga tushgan. Yomonga baloyim bo'lmaysiz, yoring. Aksani rezinkasi tushib ketdi sochiga qaraydigan. Thank you so much my best friend. Uni tushib ketdi. Oldik, we found it. I got dizzy a little bit. Dizzy. Yeah. I got dizzy. Xo'p. 3 kilometr yurib oldik. Manimcha yarimidan ko'proq yurib oldik. 10-15 minut yuramiz, 2 minutdan olamiz. 10-15 minut yuramiz. Pashshalar. Kira-kira berapa? 2 minutdan olamiz. 20 atau lebih? Qiz yotib olgan. Map bilan bor. Oh. Kartaga qarab olamiz. Map. Aman. Yang penting kita harus berjalan. Di puncak. Boleh? Kayaknya possible sih. It's more than this. Shuncha It's more than this. qiynalib chiqqanimizni natijasi. Wow. Kamu nggak minum pan? Hozir orqa fon ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim. Lekin tasvirlab berib bo'lmaydi. Manimcha 3 dan 2sini yurdik, yo'q 5:30 bo'ldi. Soat. To'rt soat bo'lyapti. Hiking qilayotganimizga. I love hiking. Do you love hiking?
Qushlar ovozi. Yo'lda shunaqa narsalar ham chiqib turibdi. Egilib o'tadigan yoki ustidan o'tish kerak bo'lgan. Soat 5:30 bo'ldi. Shu joygacha yetib keldik. Bulutlar ustida turibmiz hozir. Hozir osmonni ustida turibmiz. Bulutlar ustida. Bulutlarda ustida. Wow. Ya, so'z topolmayapman tasvirlab bergani. Wow. Nihoyat yorug' tushdi. Eng qiziq joyi biz hali cho'qqiga yetib kelmasdan turib shunchalik narsalarni ko'ra olyapmiz. Aksa, what do you think? About this view? Yes. Incredible. Incredible. Luar biasa. In bahasa luar biasa. Shikardos. Oops. Literally. Доброе утро. Hop. 6dan 6 soat. Biz hali ham davom etmoqdamiz. Bu balandliklar bor. Men bo'yin bilan teyman. Chizzamdan, sonimdan keladi. Quyosh. Here. Balans esimdan chiqib qoldi hozir. Ivan esladim. Oops. How many hours left? We'll have 2 hours until 2 hours? No. 2 jam? Yeah. 2 jam? Yeah, 2 jam. Till the Punchak. Yeah. Xullas odamlar biz soat 1dan beri hiking qilamiz. Hozir 6 bo'ldi. 4 soat, 5 soat qildik. Mana bolalar nima deydi deylar. Yana hali 2 soat yurishimiz kerak ekan. You guys want to eat here or until camp 3? I think Yerga qolmadi lekin. we go eat and we go to the camp 4 and the summit. At the summit we eat again and we go back. We eat again. Lagi. Biz hali ham chiqishda davom etyapmiz. 6:30 bo'ldi soat. Viewni ko'rsataman. Bu bola hayotida 5 martadan ko'p hiking qilgan ekan. Aytishi bo'yicha men birinchi marta professional bunaqa hiking qilishimga juda zo'r deyapti. Tipa, birinchi marta qilayotgan bo'lsang, juda ham zo'r hiking qilding deyapti. Birinchi marta uchun zo'r ekan. Bu hozirgi hidini, smell, ovozlarni, suvni qanaqadir sharshara, qushlarning ovozini yetkazib bera olmayman lekin videoda. Faqat mana shu viewni ko'rsataman xolos. I think we're almost there. Yetib kelib qoldik menimcha shu taraflarda. To'xtasak kerak. Bizdan boshqa hikerlar topa oldik hozir.
Hi guys. They don't speak English. This is the Ya, nggak summit. Asap. va nihoyat 3-sammitga yetib keldik. 3-cho'qqiga. 3-post deb nomlashar ekan bular. It's the BFC. 3-sammit. Mereka mau makan pisang, Pak. Pisang. Iya. Udah bukan masih kepal dulu. Ovqat yeyolamiz. Unda tovuq bilan guruch bor. Tuh BTW awan bagus. Bu tovuq. Tadi di bawah ada. KFC'ga o'xshagan. Ada. Biz hozir 3-anaqada turibmiz, cho'qqida. Cho'qqi. Bu tarafda kemping qilishyapti ekan odamlar. Sister Indoneziyaga kelib, ingliz tilini ham emas, bahasani ham emas, o'zbek tilini o'rganyapti. O'zbek tilini o'rganyapti. Oh, I have something for you. Really? Yes. Bulut. Small game. What is it? Choco cashew. Is it? It's like marmalade made. It's chocolate. It's chocolate. I have a gift. Shunaqa narsa berishdi menga. Yotib uxlavordim. Enggak apa. Ada sister uxlayapti yotim. Betaksa, betaypan. Sister? Sister. We call each other sister. Sistra. Yeah. Say something in Russian. Спокойной ночи. Меня зовут Акса. Доброе Доброе утро. Доброе утро, спасибо. Как вы, как дела? Увидимся Это мой дом. завтра. Завтра. Увидимся завтра. Yes, correct. Ayo. Увидимся. No, sister. Увидимся. Увидимся завтра. Увидимся. Hasanova. Shahlo Hasanova. Sahlo Hasanova. In Indonesian In pronunciation. Indonesian pronunciation, Sahlo Hasanova. Flower. Sahlo Bob Casanova. Sponge, Sherlock, Bob Casanova, Square Friends. Biz turgan mountainning nomi Sumbing ekan. Bunisi Merapi, bunisi Mirbabu. This one Andong, right? Bunisi Andong. Bular ham shunga o'xshagan katta tog'lar. Bularning ustiga chiqsa bo'ladi. Xo'p. Bu yerda ozgina dam olgandan keyin davom etyapmiz. Bu yerda odamlar kemping qilyapti ekan. Mana kiyimimga mos ekan. O'tandi. Hozir davom etyapmiz. Hozir shu cho'qqiga kelib qoldik, shu yerga chiqishimiz kerak. O'z to'xtab orqaga qaytib ketmoqchi bo'ldik orada. We wanted to give up, but we are still continuing, right? Hali ham davom etyapmiz. Eng tepasiga chiqishga qaror qildik. Hozir shu joydan qaytib tushib ketmoqchi edik pastga. Yellow flower topamiz. Same. For camp area, right? Yeah. Soat 7:30 bo'ldi. Shunchalik tepagacha chiqdik. Shu joyga yetib keldik.
Hali yana ancha bor. Yaxshi ham shu narsa bor ekan. Hassaga o'xshagan trekking pole deyiladi. Oson qilib beradi. Bu joylarga tirmashib chiqishga. Shu joygacha yetib keldik hozir. Yana ozgina qoldi. Shu yerga chiqsak bo'ldi, cho'qqisiga. Sammitga. Ana ikkalasi sister bilan Aksa bizdan oldinga o'tib ketdi. Uxlab qolibdi sister. Soat 7:55 o'tdi. Va biz yana ham teparoqqa chiqdik. Soat 7:55. Hiking boshlaganimizga 7 soat bo'ldi. 1da boshlaganmiz. Soat почти 8 bo'ldi. Yana ozgina qoldi. Shetgacha. Bilmayman qanaqa qilib yetkazib bera olaman. Bulutlar pastimizda turibdi. Bulut ustida yuribman hozir. Shunaqa yo'llar. Tepaga chiqib ketdilar. Ozgina qoldi yana yetishimizga. Ozgina qoldi. Ochkiyman. Chirib ketgan. Boshim og'rityapti. Odamlar 1-2 kunga kelib qolishadi. Quyosh chiqishini kuzatish uchun. Bular o'sha tepaga chiqib qaytib tushyapti ekan. 40 menitan kalau cepat. Kalau cepat Bye. Semangat. Semangat degani, omad degani. Tipa good luck degani. Oh my god. Bu ikkitasi bizdan oldinda ketyapti. Wow. Boshqalarni ko'rib qoldik. Bizga o'xshagan tentirab yurganlar. Mana bunaqa o'simliklarga allergiyam bor edi. Boshlandi. Hamma joyim qichishni boshladi. Burnim, tomog'im, ko'zim. Dorim olganman yaxshi. Allergy degan dorini. Boshim aylanib tushib ketmadim. 20 yil ichida tug'ilganimdan beri ko'rgan eng adrenalin experience'im shu bo'ldi. Eng zo'r manzara. Oi. You come from? Indonesia? India. Semangat ya, semangat. Semangat juga kakak. Makasih. Indah. Di atas sangat indah. Beautiful. Beautiful, cantik. Ya, iya betul. Oh, hati. Mister, how are you feeling? Come on, let's push it.
necha soatdan beri yuribsiz? Shuni ayting bo'ldi. Keyingi safar hiking helikopterim bilan chiqaman. Xullas, birda yo'lga chiqdik. Soat 9 bo'ldi, 8 soat bo'ldi yuryapmiz. Endi orada 5 minut dam olamiz ba'zida. 2 minut ba'zida. Hali chiqmadik mana. Chiqmadik hali, qaranglar. Bu qiz любой joyga mana toshlarga ham boshini qo'yib yotaveradi. Biz mana shu joygacha yetib keldik. What's the plan now, Aksa? It depends on you. So, What do you want? I think we will stay here. Biz hozir shu yergacha yetib keldik. Us? 8 soat. Wait for us? Yes. Okay. Bular tepaga chiqib Go kelishmoqchi. anywhere? Yes. My little children. To go Down. roll. No. We just roll down and come back. Okay, now I will go to the summit. Okay. Semangat ya. Okay, all good. I still have 80% of energy, okay? Bye. Okay, let's go. Xullas odamlar, biz shu joygacha chiqdik va oxirigacha davom eta olmadik. Qiynalib ketdi odam. Shu yerda qoldik, qolganlar chiqib ketdi. Shu joydan orqaga qaytamiz. Bu joyga kelgungacha soat 1 dan 9 gacha keldik. 8 soat shu yerga chiqdik. Wow. Birinchi martasiga. 8 soat faqat shunaqa yurish. Dam olgan joy qidiryapmiz. Sumkamga shunaqa narsa solgan ekanman. Cho'p ko'pay. Xullas mana qog'ozi nima deydi? Ezilib yotgan ishkanmasida pachag'a chiqib yotdi. Pachag'a. Hozir tepaga chiqqandan keyin sumkamdan olsam shunaqa ishib qolgan, qanaqadir tepalikka chiqqanda havoda damlanib qolganmi? Damlanib. Biz shunaqa emergency blanket oldik. So'qatganda o'rab olish kerak edi. Falga bu, o'zimizni falga. Sister so'qatyapti, hozir o'rab ko'rdik. Qani ko'ramiz qanchalik effektiv bo'ladi. Istadimi yo'qmi? Biz mana shu qani ketdik. Hozir yerga o'tirgan. Tog'da ustida bulutlar tepasida. Odamlar kelyapti hozir. Hayron. Bu jinnilar yerga o'tirgan. Shu joygacha yetib keldik hozir. Mana tepasiga chiqa olmadik. Soat 1 dan soat 9 gacha, 8 soat, 9:30 gacha, 8:30 soat. Faqat chiqdik. Shu joygacha. Faqat yurib. Hali tushish bor, 4-5 soat. Uni hisobga olganim yo'q. Chiqishda o'zi yana oxirigacha emas. Hali oxiriga borishimizga vaqtgacha chiqa olmadik. Meta Ma'suma yotibdi quyoshda. Va mana view. Hayotimdagi eng sister bunaqa yotib olganiga
Can you say hello? Sister bunaqa yerga yotib olganiga hamma qiz kasalmi deb so'rab ketyapti hozir. Odamlar hali ham so'rab o'tib ketyapti. Be careful of raining. Really? Yeah, because apa sih kabut? Kabut apa bahasa Inggris? Cloud? A lot of fog in here. Ah, okay. Thank you. And yesterday is raining. Really? Yeah. Okay, we will be faster. Thank you. Good luck. It was a sudden rain. The rain, wow, Really? heavy rain. Wow. Be careful. Thank you. Good luck. Odamlar. Bu yerda nima qilishyapsan? Ovqating bormi, suving bormi? Ehtiyot bo'lish deb o'tib ketishyapti. Shunaqa yaxshi odamlar. Xo'p, biz tushib ketyapmiz o'zi pastga. Havo shunaqa bo'lib ketdi. Yomg'ir yog'moqchi bo'lib turibdi. O'zi pastga ketyapmiz. Soat 1dan boshlab necha bo'ldi? 12 mi? Bilmayman, 11 soatdan beri yuribmizmi, tushunmadim. Aksiyada snack, biz snacklarimiz tugab qoldi, aksiyada ko'p ekan. Bizga snack berdi. The last time I said that I'm from Philippines. The two girls. I said, where are you from? It's not in the right direction, but we actually in the right directions. So it's close. Tushyapmiz. Okay? Yo'limizni adashdikmi bilmayman. Trust me. Hozir tushib ketyapmiz. Soat 5 ga yaqinlashib qoldi, adashmasam. Shom gazdan chaqiryapti. 11da 10:30da tushishni boshlaganmiz pastga. Yo'lda hech qanaqa video rasmlay olmadim. Holatimdan ko'rsalaring bo'ladi qanaqaligim. Menimcha hech qanaqa bir nima deydi, tushuntirish ham shart emas. Bilmayman. Hech qachon bunchalik charchamaganman, hech qachon oyoqlarim o'zini bunaqa his qilmay qolmagan. Lekin hali yo'limizni topa olganimiz yo'q, adashmasam boshqa yo'lga yurib olganmiz. Qanaqa qilib explain qilib berishni ham bilmayman. Va nihoyat. Bilmayman, soat 6 bo'ldimi, 5 dan o'tdi shekilli. Soatni bilmayman, keyin yozib qo'yaman. Gapirgan ham hali. Va nihoyat u tarafda mototsikllar ko'rdik. Bu degani yetib keldik. Bu tarafda mototsiklar turibdi. Bu degani biz olib ketishadi. Shu o'rmonzordan tushdik. Va nihoyat. Painnya kerasa banget sih. Mental kena banget sih, Bal. Panas-panas tadi aku summit nyampe jam 11. 10. Ih, tapi seru sih emang. Ada yang nangis lagi tadi, ya Allah. Tapi harus sekali coba sih emang. Oh my god, look at this. What? Hello from me. Dari side mine. You see? Yours is dark. Guys, it was harsh. In total, we started at 1 a.m. Увидимся завтра.